Kızım sen bir şey tuttuğum. Ben abiket kirip, maşını bağım yok. Sürü çıkıp çıkaya. Makul bir şey tuttu. Abdug'o'pim, hozir bekatga bir ayol kirib ketdi dedigina. Nagilam borman desa, bilet yo'q, mashina to'shdinglar deysa, chanda? Apa qala oldu maşın bağımke. Oy kızım, o küçük maşınlar kalmaptı. Çok aptızlar varken bırak vakit gitti dikensen imtihandan küçük kalsa. Yendi. Küçük maşınlarını istep baksak olur mu ya? Yok babam, mamasının. Yaxshimi acha? Yaxshi dengaz. Yaxshi. Ha, bu yerda bir ish qildingmi? Voy ma qizim, shahar imtihon bagin kiratib kam. Aha. Aptızlar maşın kalmaptı daha mı küçük maşını desek? Opla. Men bu shaharga bir ish bajarganman. Nima kirib qo'ymay bo'lmasa? O şehar kiremsiz? Ha? Babalar, bilmem. Bura. Küçük çıkansın bakın. Vay İmran akam polisen var. Bura. Ben az olsun. Siz bilan biz tunishadi, bunda qilsak bo'lmaydi. Shaharga hamini kirmay emasmi? Bo'ldi, rahmat. Bo'ldi. Tamam, siz pul diyor bana fazla. Aşinası mı çıkarak olsun, sana ya. Makul. Mehtigille makul koyar. Bo'ldi. Makul, imkan yok şurada. Havaylanlar koş. Anke lazımı? Ha. Dadamcha. Direktor buğday köyden sırqı çık ketkendi. Bu telefon qilsam, telefon etek bir ish olmaganda. Yo'q, hech qanday ish olmadi. Atdigan direktor yig'inni chapamışlan o'rlashtirib qo'ygandikan sirtqi buğday köyden chiqib ketgandi. Ay, haras sizni shirkatga kelgandikan un xaltirga zakaz bermasin degandik. Ma'qul. Pulcha. Pulning gapini qilmading? Pul vermasak, qashatqon bermas aqchani. Aras, abi xatarlik shikabdan ashkush sizdi deyman. Ha, menda. Men kerakli pulni ilib, ananiki siz qaytarib beray. Unda qilsaq bo'lmas. Bo'lmaydigan nari va. Unda siz direktorga bir telefon qiling. Agar direktor bering desa men beray. Gap tushunyapsiz ya. Dadamning telefoni etikka aloqalashamayaptimi, davatimi? Mena shaharga bijirgan bir mon tishim bor. Ekman ashkushni. Siz chiqib chiqasiz. Qaqbash pul beransam yo'q deydi texa. Qaysi kun bankka savatib 10 million pul kerak qoldi. Yilg'o'man bir tal o'g'li qopdimi? Aksionlarim bo'lgan bo'z pulni yakunib saqlaydi ekan to'q. Ey, nima deyapsan? Voy, dada. Sening dastingda borg'u bilan pulni bo'shna saqlamsak bo'lmaydi. Anladingmi? Hey. Yer yugurib nima ish qilsan? Un xaltısini zakaz berasın deb tikansa, qaşasan bermez aqchan şun pul alay deb. Ey, men seni zakaz qilib pul to'ladimi deyim? Zakaz qilasan bo'ladi. Buni oshqishni kimdan alding? Oshqishni zavod kelsam yo'q kelsa, telefon qilsam telefoning etikkan shuni shaydada oldi. O'ta mayqay, o'ta. Hey balam,
men seni vağu. Manga ancha-muncha yordamlashib, ma putimga put, qo'limga qo'l bo'lamiki desam, sening yurishing mushima bilam ey. Voy dada, men o'qigan bo'lgan ekan qara. Ha, O'zim tushliq arzu armonlarim bor. Mening bu 10 necha odam boshliq bo'lib, ashlar agashtirib yurgan bor. Bu bug'doy to'shiydigan ishni bog'i o'qimga qarqo'saq odam qila olay deyman. ey, sening hozirgi mush holatingda vağu qara. Bizning zavodga iliq un to'shiydigan ballig'im yetmaysa jima. Sen tıxı 10 necha odamni boshqarib, boshliq bo'lmoqmi tıxı? Avval vağu sen, ma yegan neningga loyiq ishni qilib angzimanga bu gapni qila. Bo'ldi balam, to'la gap qilmay, berib un xaltini zakaz qilib aytaman berib. Pul beramsan? Ey balam, uningga pul ketmaydi. Berib zakaz qilsang bo'ldi. Ular bilan biz 3 oyda bir hisob qilishimiz. Qachon kelib olmaysan? Voy qachon akib olalmas? Telefon urilsa, telefon urvasan, zavoddagilar un xaltini besib bizga akib turdi. Ey, mush vaqtgacha mushunchalik ishni tushunmay judaman zavodning ishlarini. Dada, Ha, sen rost gapmisan bog'i. bir rost gapini degina men bir anglab baqay ha. Qara, men shtat imtihon beratdim degina. Shu shahar kiraman. Asroq pul kerak bo'lgan. Şunun qaraganda mush zavod menga yordamlashib, ish qilish beradigan niyatda yenibsa degina sen. Men o'qigan ekan qara, kadrlan bo'lay. Uni ustiga shirkat sen bor emasmi? Ertaga navran o'qib qolsa, qoldi ishlarni hamma navran qo'yib bersan olamasmi? Unda dedim şeyda. Bu planımı soqib bo'lding degina sen. Bo'pti bolam. O avval degan bog'i o'zining xohlagan ishini qilish kerak. Bo'pti, yaxshiroq imtihon berib, yaxshiroq bir idorada ishlagin. Mayli qayerda ishla, yegan neningga loyiq ish qilmasang bo'lmaydi juma, anladingmi? Qachonlar qarsa, pul dedi ekansan. Ala, ma pulni. Ma o bir oylik xarajda. Mani yetkazib ishlat bolam. Agar mani yetkazolmasang o'g'o, ma zavod kirib, un to'shisamasang dedim, ha? 30 ming qo'ygan bo'lsang, ish ekan to'xtada. Ya bir rahmatmi demaydi, chiqib bordimi o'g'o? Fikam. Siz berib, un xaltasini zakaz qilib etam. Yaqinqi devorga qaraganda xaltani chiqaroq zakaz qilmasangiz yetmaydigan o'xshaydi. Tushundingizmi? Ma'qul direktor. Ma'qul sizlar. Rifat, to'xtadash. Voy sen kim qalsan deyman. Sizda bo'lmamda. Ha, nima ishda? Dadamdan so'rasam, imtihon bagil mangda deganda qarasam, kinishkani unutib qolibsan. Voy. Rahmat dadash. Ha, sen imtihon belgili o'ramsan? Yo'ldimanga sana dars so'zlab bermandim. Pah. Bu oliy maktabning diplomini olamagan odam. Menga dars beramsiz ha? Ma'qul, bilib orayli. Lekin usab qolsam so'ng tayyoqim solmaydi, ha? Aram alayli. Bir oz aram alayli. Men imtihondan qanday qilmay kechib qolmayli. İmtihoningizga kechib qolmaysiz, uningda ansirmang. Ammo ama shopor uzu yo'l manganda damilib mangmasa charchab qoldi g'ashchiq emasmi? Ams qanday qilamiz mo'g'ayli bir amal qilib. Bunday qilaylik qarang. Men sizni imtihoningizga cho'qim dal vaqtida yetkazib qo'yman. Lekin siz mening bir shartimga ma'qul deyishingiz kerak. Nima shart? To'y taklifi. Hey İmran bu nima degingiz? Bu qanday taklif? Biz ikkimiz bir-birimizni tushunishmaygan tursak. Tushunish degan oldirmay bo'ludi qarang. Men sizni qo'g'lashayotgan xil uzun bo'ldi emasmi? Bugun mishada ko'zimga qarab turib, mening talabimga ma'qul desangiz, imtihonni sizni vaqtida yetkazib qo'ymoqman. Men sizga chiroyli gap qilyapman. Tushundingizmi? Mening talabimning unumiga har qanday odamning yaxshi kun ko'rish notayin, ha? Men gap qildim da'vatim sizga. Tushundingizmi? Adash qara, aningga to'g'rilatib o'tibdi.
Ben sizi çıraylık yapıvatıma. Tamam İmran ben fırsatım. Ben sizi fırsat beğenmedim mi? Ben sizi çıraylık yalvarıvatıma. Ötünüm kala İmran. Yürü lan. Kıma, onda kıma. Ben yapıvatıma. Sana. Sen anlatamsa? Hey, namet kız. Kuya kul ne? Hey! Dilyar! Ma benim ismim arlaşma. Ma benim ailesem. Bu benim boğuz ayağım. Kuya kul ne? Hey! Oh! Ah! 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 Oh! 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 Oldu mu? Oh! Mehmet! Senin kırkızdan bulacak ortakta. İki. Ey! Mening kimligimni bilib ol. Mening ismim İmran. Men bilan xato aytishib olding. İmran, sen benim ismim ne? İsim çıl tutuval. Benim ismim Rifat. Beni izlemekçi olsan, Kızıl Alın uzatı varsan oldu, kendin mi? Dilyar! Ağaynanga deb qo'y. Men bilan xato aytishib oldi. Nergiz! Mende hergiz qutlanmaysiz. Ha. Mana sizlar degan aşı 5 mashina uni hozir silvatda Aqsuga, ha? Ha, bugun kechda bordi. Ma'qul. Ha, qolgan gap so'z bo'lsa keyin aloqa tutiramiz, ha? Ha, bo'ldi. Ulgurgandingizmi? Ulgurmas, ulgursizlar. Haqqi. Adaş, kinişken var mıken? Çe? Ha? Oturup ya. Ben kirkette. Dikkat kal. Oy. Ha. Kanalda sürüştürdün mü? Ya da Kızıl Alımı uzatıp alsan taparlaysa ismim Rifat degan. Kim ki o?
İşlemdi kaçada? Loben'in oğlu? Ha, şuna aksak edigine koy. Ha bo'ldi. Endi o'yan boshlanib turdi. O'yanning qizig'ini ko'rsa. Ya adres navbat etdi azaltdim. Ha? Ben sana hozir bu adres yo'llab berma shekilda ko'rishaylar. Ha? Bo'ldi, men qo'y. Loben'in oğlu deb qo'y. Mana tomosha.